Nimaga sizlar bilan Broker Trade va bugun sizlar bilan ikkita bonus beradigan broker haqida gaplashamiz, ya'ni XM Global Limited. O'rta Osiyo davlatlari uchun juda ham ishonchli broker, ayniqsa O'zbekiston uchun. O'zbek menejerlari ham mavjud va har yili yutuqli o'yinlar va har hafta desak ham bo'ladi, bir yilga bir marta esa gala ziyofatini o'tkazib turadi. Ikkinchisi esa Forex Group Libertex. Hozir men tushuntirib o'taman, ya'ni qanday bonus beradi. Shularni ko'rib o'zingizga qulay brokerni tanlab olasiz. Unda hozir biz sxemadan boshlaymiz. Birinchi XM brokerga kirib olamiz. Mana bizda brokerga kirdi va birinchi shablonning o'zidan yirik narx sovrinlarni yuting. Ya'ni bu yerda demo musobaqalar va real musobaqalar o'tkaziladi. Buni bizni oldingi videolarimizda ko'rib olishingiz mumkin. Agar XMdan kimdir akkaunt ochmagan bo'lsa, bizning Telegram kanallar mavjud. Opsiyada va kommentariyada ham qoldiraman. Broker Trade. Qidiruv bo'limiga Broker Trade yozsangiz, bizni chat gruppamiz kelib chiqadi. Bu yer ochiq chat. Bemalol o'zingiz qistirgan savollarni yo'llashingiz mumkin va opsiyasida Forex'ni noldan o'rganish, O'zbekistonda ishonchli bo'lgan hozirgi kunda 3 ta broker haqida foydali ma'lumotlar joylangan. XM kanaliga kirib olib, akkaunt ochishingiz mumkin yoki Libertex, XNS o'zingiz xohlagan brokerdan. Ya'ni juda ham oson tushuntirilgan. Bemalol akkaunt ochib, qanday depozit qilishlarini ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh, davom etamiz. XMda mana bizga $500 gacha miqdorda 100% bonus deb qo'yilgan bu yerda. Ya'ni birinchi depozitga emas, bu $500 gacha pul kiritsangiz sizga 100% bonus beradi. Masalan, birinchi depozitingizga $10 kiritsangiz, ustiga $10 qo'shilib $20 bo'lib tushadi. Va xuddi shu $500 gacha birinchi kiritishdan $500 kiritsangiz, sizga bu summa shotingizga $1000 bo'lib tushadi. Bu qanaqa summa deyishingiz mumkin. Agar siz o'sha 500 ni slip qilib yuborsangiz, hech qanaqa brokerga siz pul to'lab bermaysiz. Va agar siz masalan $500 depozit qildingiz va o'zingizning $500 va bonus tariqasida berilgan $500 bor. O'zingizning $500 oqizib yubordingiz va hozir shotingizda faqat $500 bonusli summa turibdi. Xuddi o'sha summadan yana savdo qilib qaytarib olishingiz mumkin pulingizni. Broker hech qanday bir oy mobaynida bu summani kesib olmaydi shotingizdan. Va XMda har hafta pashta oyda 2-3 marta mana bunday musobaqalar o'tkazib turiladi, ya'ni demo va real musobaqalar. Bunda ham ancha pullarni yutib olishingiz mumkin. Hozir ko'rib chiqamiz agar o'tkazilayotgan bo'lsa. Mana bu yerda bizda bitta faqat demo o'tkazilayotgan ekan, ya'ni $25,000lik 11 ta qatnashuvchi bor. Bunda hozir men qatnasha olmayman, chunki bundan oldingisida qatnashgandim. Va bizdan so'raydi demo 20%. 2 kun qolib tugashiga $1000lik balans beriladi. Mana bu beradi. Hozirda 6770 qilibdi va bunga agar 2 kun ishlab tursa $2000 shotga tayyorlab beriladi. Bu pashta 25 million tagiga boradi. Xuddi shunday 100 ta o'ringacha yutuqlar bor. Eng kami $50. Kirib bemalol real akkauntda ishlamasangiz ham demoda amaliyot qilib, mana shu yerdan ham pullarni yutib olishingiz mumkin. Xo'sh, broker tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qolganlarini Telegram kanalida ko'rib olasiz. Endi navbat Libertexga. Libertex brokerga kirib olamiz. Va bu brokerning bitta notomoni faqat birinchi depozitga $100 gina bonus beradi va o'sha $100 ni ham birdan tashlab bermaydi. Qanday tashlab beradi? $100 depozit qilganingizdan so'ng bir oy davomida savdo qilasiz va o'sha qilgan savdoga qarab broker mayda-mayda hisobingizga pullarni o'tkazib boradi va bu brokerning bonus deyilishiga sabab u bergan $100 real pul bo'ladi. XMda bonus bo'lsa, bunda real pulni o'tkazib beradi shotingizga. Xuddi shunday bundan ham qanday depozit qilish, akkaunt ochish, pul yechish, pul kiritishni o'sha Telegramdagi kanal orqali o'rganishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda hozir video juda ham uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun o'sha kanallardan videoni ko'rishingizni maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa bitta like va kommentariyada kamchiliklar bo'lsa kamchiliklarni, agar video yaxshi chiqqan bo'lsa albatta kommentariy yozib qoldirishingizni so'rab qolaman.